Shved mol xo'jalikdamiz. Ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam, o'rtoqlar, mana tayyorlab berayotgan aktyorlaringizda albatta mana shunaqangi narsalardan ehtiyot bo'linglar. Mollarning ichida bu albatta hazm bo'lmaydi. Keyin tiqilib qolib kasalliklar yoki o'limgacha olib kelishi aniq. Shu narsadan albatta ajratib olish kerak. Shved mollari. Xo'p, ayni bitta ana o'lchamasa ichida, lekin shved mollarning tuyoqlik mustahkamligi bilan, sutini yog'lik darajasi bilan juda mashhur. Bu xo'jaligimiz unaqa intensiv oziqlantirmaydi. 26 litr o'rtacha sog'ayapti. Beriladigan konsentrat miqdori bor yog'i 6 kilogramm. Mollar yaxshi, holat yaxshi.